Yo'ldoshi o'lib qolgan bir ayol bor edi. U ikki qizi bilan birga namoratchilik ichida qiynalib qoldi. Uy egisi uy ijorasini berishni talab qildi. Ammo ayol ijorini berolmagachga shuncha yolvurishlariga qaramay, uy egisi ularni uydan qo'g'lab chiqardi. Sirtda yomg'ir yog'ayotdi. Havoning nihoyatda sovuq bo'lishiga qaramay, do'st dushmanning kulkisiga qonmaslik uchun ayol ikki qizini elib qo'shni shaharga chiqib ketdi. Natuni shaharda boradigan yeri yo'q, ikki qizini masjidga qo'yib, yemaklik izlash uchun sirtqa chiqdi. U ketib etib, mushu yurtning oqsoqili bilan uchrashib qoldi va o'zining ahvolini uningga so'zlab bergandan keyin o'zi va ikki qizi uchun bir kunlik yemak ishmakka ehtiyoji borligini dedi. Yurt oqsoqili uningga "So'zingizning rostligiga dalil isbotingiz bormi?" dedi. Ayol "Men bu shaharga yangi keldim. Hech kim meni tonimaydi", dedi. Yurt oqsoqili uningga ishonmay, gap so'ziga parvo qilmasdan ketib qoldi. Ayolning ko'ngli to'limi yerim bo'lib, ko'zlaridan taramlab yosh oqdi. U yo'lda ketib etib, yana yashangan bir buvayga uchrab qoldi. Uningga o'z ahvolini va yurt oqsoqili bilan bo'lib o'tgan jarayonlarni so'zlab berdi. U kishi xristian edi. U darhol ayol va uning ikki qizini o'zining uyiga elib keldi va ularga esil yemaklik va eng chiroyli kiyimlarni berdi. Bu kecha ular buvayning uyida rohatlanib uxladi. Tun nisbi bo'lganda yiliqi musulmon yurt oqsoqili tush ko'rdi. Tushida qiyomat qoyim bo'lgudekmish. Payg'ambar alayhissalomga maxsus bayroq chiyib berilgan ekan. Tuyuqsiz balkonlari unchi marvoyit va yoqutdan bezalgan, zumratdan bino qilingan bir saroy ko'rindi. Yurt oqsoqili payg'ambar alayhissalomdan "Bu saroy kimning?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom tavhidi mukammal bo'lgan musulmon odamning deb javob berdi. Yurt oqsoqili "Men tavhidi mukammal bo'lgan musulmon odamga, ey Allohning payg'ambari" deb yolvurdi. Payg'ambar alayhissalom "Undoq bo'lsa mukammal musulmon ekanligingga dalil isbot keltirgin. Miskin ayol seningdan yemaklik izlab kelganda dalil isboting bormi?" deb so'raganga o'xshash, "Senmi bu saroyga ega bo'lishing uchun dalil isbot keltirishing kerak" dedi. Yurt oqsoqili heliqa ayolni rad qilib o'tganligi uchun bakmi qayg'urgan holda cho'chib uyg'onib ketdi. U heliqa ayolni izlab ko'chima-ko'cha yurib surishti qildi. Oxirida uning xristian bir buvayning uyida ekanligidan xabar topdi. U xristian buvayni tepib uningga "Sizning uyingizdagi heliqa ayolni ikki qizi bilan menga qaytarib bersangiz, sizga 1000 tilla pul beray", dedi. Xristian buvay "Yo'q, men unda qilolmayman. Ular bizning oilamizning barakatidir. Siz ko'rgan jannatdagi saroy mening haqqimdir. U saroy men uchun yaratilgan. Alloh bilan qasamki, men va oilamdagilar bugun kecha aslo uxlamadik. Bu ayolning sababi bilan biz hammamiz musulmon bo'ldik. Siz ko'rgan tushning dal o'zini menmi ko'rdim. Biroq payg'ambar alayhissalom mendan heliqa ayol va uning ikki qizi sening uyingdimi deb so'radi. Men "Ha, ey Allohning payg'ambari" deb javob berdim. Shu chog'da payg'ambar alayhissalom menga "Saroy sening va oilangdagilarning bo'lsin" dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom menga mundaq bir hadisni so'zlab berdi. Qarindishining hojatini ravo qilgan kishining Alloh hojatini ravon qiladi. Bir musulmonning beshiga kelgan og'ir qiyinchilikni ko'tarayotgan kishining beshidan Alloh qiyomat kunining qiyinchiliklarini ko'tarib etadi. Musulmonning aybini yushirgan kishining Alloh qiyomat kuni aybini yushiradi. Yurt oqsoqili bu gaplarni anglab, qo'ldan berib qo'ygan fursatga intayin pushaymon qilib, mundaq dedi. "Bu miskin ayolga yemak-ishmak berib, uyimga o'rinlashtirmaganligim uchun katta ajr mukofotdan mahrum qolibman. Navoda u ayol rostchil bo'lmagan taqdirdimi, men uni yaxshi kutib olgan bo'lsam, mening yaxshi niyatim uchun Alloh menga ajr mukofot beradigan emasmi?" Ulug' Alloh mundaq deydi: Allohning yo'lida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib 7 boshaq chiqargan. Har boshqida 100 don tutgan bir donga o'xshaydi.